O'zi otaxonlar gapga usta bo'lishadi-da, otaxonlar gapga usta bo'ladi. Bir otaxon yoz 40 gradus issiq, boshiga tilpak kiygan, ustiga palto, oyoqqa etik kiyib pensiya olgani boribdi. Pensiya beradigan opa ham otaxon, ko'cha 40 gradus issiq bo'lsa, nimaga bunaqa kiyib oldingiz? desa otaxon ham, bolam, men yanvarda pensiyasiga keldim. Otaxonlar gapga usta bo'lishadi. Bir otaxon 70 ga kirganda farzandli bo'libdi. O'zim ham yaxshi ko'raman shu latifani. 70 ga kirganda farzandli bo'lgan otaxon shofyor ekan. Kim bilan gaplashsa, mashinani tilida, texnikani tilida gaplashar ekan. Raddomga borgan ekan, doktor aytibdi, otaxon 70 ga kirganda farzandli bo'ldingizmi? desa otaxon ham, ha, bolam, 70 ga kirganda zapchasli bo'ldim men. Otaxon bo'lishi mumkinmi? Mumkin bolam. Men biror marta oilamga xiyonat qilib o'ngga chapga yurmaganman bolam. Faqat to'g'riga yurardim. Keyin 40 ga kirganimda spidometrimni uzib qo'yganman bolam. desa doktor, ota uzmagandirsiz, o'zi uzilib ketgan bo'lsa kerak. Ustimdan kulma bolam. Men har 6 oyda o'zimni tekshirtirib, texosmotrdan o'tib turardim desa doktor. Medosmotr deng ota? Nima farqi bor bolam? Men mana 70 ga kirdim. Yilim eski bo'lgani bilan bolam, motorim yangi debdi. desa doktor aytdi, otaxon, unda bir motoringizni moyini almashtirib yuborasiz debdi. Nimaga bolam? desa doktor ham, chaqaloq niger tug'ildi debdi. Bolani ko'rishgan ekan, bola rostdan qop-qora, mushta qop-qorada. Men hali ham oqroq aytib qo'yapman-da hozir. Qop-qorada. Otaxon bolani ko'rib nimadirmish, ha, kampir tushmagur-a. Nuqul ovqatni ham kuydirib pishirardi, bolani ham kuydirib yuboribdi dedim. Otaxonlar sog' bo'lsin, rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat, zo'r bo'lyapti konsert. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi men internetda bitta ma'lumot o'qidim. 2024-yil yanvar oyidan aprel oyigacha 4 oy ichida O'zbekistonda 274 mingdan ortiq chaqaloq dunyoga kelibdi. Biz bolajon xalqmiz, bizni ayollarimiz bola tug'ishni yaxshi ko'radi. Bizda bitta farzand bo'lsa, ikkita bo'lib qolsin deydi. Ikkita bo'lsa, 3ta bo'lib qolsin deydi. 3ta bo'lsa, jup bo'lib qolsin deydi. 5ta bo'lsa, bo'lib qopti deydi. Lekin birinchi farzandga ko'proq e'tibor berishadi. Masalan, birinchi farzandni raddomdan olib chiqayotganda e'tibor berganmisizlar? Boshqacha e'tibor bilan kutganda endi u farzand raddomdan chiqishi, limuzin mashina, Masham medved, ayiqchalar, sharlar bilan chaqaloqni ismini yozgan, qo'shiqchi kelgan bola haqida qo'shiq aytgan qiz bola bo'lsa, qiz bola haqida video kameralar bor. Birinchi farzandga e'tibor zo'r. Keyingi farzandlarga e'tibor kamayadi ozgina. Keyingi farzandda er boradi, mashina bor, hamma narsa bo'ladi endi. Lekin bitta qo'shiqchi yo'q boyagi. Uchinchi farzandda er, mashina, gul. Mashina ham o'rtog'iniki, birga borgan. Endi 4-chi, 5-chi farzandlar raddomdan Yandexda chiqadi. 6-chi, 7-chi farzandlar avtobusda ketaveradi, to'g'rimi? Haqiqatdan birinchi farzandga, katta farzandga e'tibor zo'r. Men oilada ikkinchi farzandman, o'zi 4ta farzandmiz. Akamga ko'proq e'tibor bo'ladi uyda, akamga. Bolalik paytimiz uyga mehmon kelsa, tog'am kelsa ham akamni ko'tarardi, xolam kelsa ham akamni ko'tarardi, ammam kelsa ham mana akamni ko'tarardi. Meni hech kim ko'tarmagan, bir chekkada qolib ketar, meni ham ko'taringlar. Qolib ketardim-da. Hech kim ko'tarmasdi. Mana oradan vaqt o'tdi, katta bo'ldik, akam katta ishga kirdi, lavozimi ko'tarildi. Oyligi ko'tarildi, obro'yi ko'tarildi. Men 7 yil bo'ldi san'atga kirganimga, hali ham hech kim ko'targani yo'q. Hozir nimaga konsert qilyapmiz? Men shu o'zim ko'tarish uchun konsert qilyapman men hozir. Lekin birinchi farzandga e'tibor zo'r. Meni birinchi farzandlarga havasim keladi. Shu yerda kim katta farzand? Bormi? Bitta qo'l ko'tarib beringlar. Erkaklardan bormi? Kim? Sizmi? Mana shu yigitga qarsak bo'lsin bitta yurakdan. Aka, sizga havasim keladi meni. Siz o'yinchoqni ham yangi paytda o'ynagansiz. Kiyimni ham yangi paytda kiygansiz, so'rg'ichni ham butun paytda so'rgansiz.
Men yangi so'rg'ich so'rmaganman. Akamniki bo'lgan so'rg'ich qilsam uchta cholardi. 4 ta farzand biz-u. Hozir bola-chalaga, chaqaloqlarga eslasak bo'ladi. Mana uzunchoq so'rg'ich, dumaloq so'rg'ich, yapaloq so'rg'ich, ha? Butulkada alohida kashaniki. Biz 4 ta farzandmiz, 4 ta farzandni bitta so'rg'ich katta qilgan. 4 talarimiz ham akamdan menga, mendan ukamga, ukamdan singlimga o'tgan o'sha narsa. Mana siz, yana savol sizga. Qanaqa beshikda yotgansiz? Yangimi? Sizga olib kelishganmi? Men yangi beshikda yotmaganman aka. Men akamni beshigida yotganman, beshikdan akamni hidi kelib turardi. Alam qilgani uydagilar men uchun beshik mayli sumak ham olishmagan. U ham akamniki bo'lganda. O'yinchoq chaka, o'yinchoq. Yangi bo'lgan. Men o'yinchoqlarimni eshitingda, parragi yo'q, vertolyot. G'ildiragi yo'q mashina, o'q otmay qolgan pistolet, bir oyog'i yo'q soldat. Shunaqa o'yinchoqlar o'ynayman. Endi kiyimni gapirmasam ham bo'laveradi. Kiyim uchun alohida konsert qilishim kerak. Kiyim. Men umrimda yangi kiyim kiymaganman. Mana shu ustimdagi kiyim bor-ku, mana shu yangi mana shu. O'zimniki. Mana shu. Lekin o'z-o'zimga qolmaydi bu ham bilaman. Chunki mendan keyin ukam ham bor-da. Kiyish kerak. Konserting o'tsa berasan deb yuribdi yonimda. Shu kiyimlarim shunaqa bo'lardi. Masalan, katta kiyimlar kiyardim. 1 razmer, 2 razmer katta kiyim kiyardim. Xuddi Hamdam Sobirovga o'xshab. Haqiqatan, menimcha shu Hamdam Sobirov ham ikkinchi farzand bo'lsa kerak. Akasinikini kiyganda u ham. To'g'rimi? Razmerlarni qarang. Yengi uzun ko'ylak, beli katta shim. Akamni remeni belimda 3 marta aylanardi. Hali oyoq kiyimim kattaligi bilinmasligi uchun uchiga paxta tiqib olardim-da. Lekin o'zimga olib berishmagan hech qachon. Mana o'zlaring ham o'tirishib so'rab olinglar. O'zimga olib berishmagan o'zimga. Kiyim olib beringlar desam, ana, akangnikini kiygan, akangga yangi olib beramiz deyishardi. Hammada shunaqa bo'lganmi? Bir kun aytdim, shalvar olib beringlar desam, ana, akangniki kichkina bo'lib qolgan, o'shaniki akangga yangi olib beramiz deyishdi. Men aytdim, uni kiymayman dedim. Nimaga deyishdi? Shalvar rezinkasi bor aka, rezinkalik xususiyatini yo'qotgan. Remin bo'lib qolgan rezinka. Qattiq. Olib beringlar, menga ham shalvar desam, olib beramiz deyishdi. Xursand bo'lib ketdim. Shalvarmi desam, yo'q, rezinka. Menga ham yangi narsa olib berishgan, shu shalvarga rezinka, shimga zamok, ko'ylakka tugma, tufliyimga yangi ip olib berishardi, lekin salaf ham bo'lardi, yangi bo'lardi. Bir kun aytdim, oyoq kiyimim yirtilib ketgan, tamom bo'lgan. Bitta oyoq kiyim olib beringlar desam, ana, akangniki kichkina bo'lib qolgan, akangnikini kiygin, akangga yangi olib beramiz deyishdi. Xudoga shukr qilaman, yaxshi ham akam bo'lgan ekan. Agar opam bo'lganda men nima kiyardim hozir? Shotlandlarga o'xshab yubka kiyib yurgan bo'lardim. Olib beringlar desam, olib berishmasdan, ana akangnikini. Qish, sovuq, kurtkam yo'q. Akam ikkalamizga bitta kurtka. Almashtirib kiyamiz. Dadamdan oldiga bordimda, dada dedim, ikkimizga bir ishdan qachon chiqamiz qishdan dedim. Menga ham olib beringlar desam, otalar farzandini tushunadi, umrlari uzoq bo'lsin. Dadam bolalarni o'ylaganlar. Masalan, bolalik paytimiz baliq olib kelsalar uyga, o'zlari kallasini yeb o'tirardilar baliqni. Go'shidan ham yeng dada desam, bolam kallasi shirin bo'ladi-da, o ovqatini yegin deb aytardilar. Katta bo'lib shu narsani tushunib yetdim. Kallasi shirin emas ekan. Yeb ko'rib bildim. Dadam o'sha payti bolalarimga yetmay qolmasin, bolalarim to'ymay qolmasin deb turib o'zlari kallasini yeb o'tirgan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin, o'tirishibdi. O'shanda kurtka olib bergansiz, ha? Olib bergansiz. Sovqatyapman dada, kurtka olib bering desam, olib beraman bolam dedilar-da. Bozorga borib akamga yangi kurtka olib berdilar. Akamning eskisini men kiydim. Ha, menga ham olib beringlar desam, ana akangniki kichkina bo'lib qolgan, akangnikini kiygan. Ana shu gap jonimga tekkanda. Shu gapni rosa ko'p eshitganimdan uydagilarga 27 yoshimgacha uylantiringlar deb ayta olmadim uydagilarga. Bilib bo'lmaydi-da. Akasini kiyimini kiymagan uka, opasini kiyimini kiymagan singil bo'lmasa kerak.
aka ukalarni, opa singillarni o'rtasidagi mehr oqibatan mana shundandir. Nima deysizlar? Ahmad. Shu joyiga 3 ta gul. Biz tasvirga olishyapti-da mana. Tasvirga olishyapti, 3 ta gul kerak shu joyiga endi. Rahmat. Rahmat. Ahmad. Butun berib yubordim-a. Yirtilib ketdi. Vo, 4 ta bo'lib ketdim. Rahmat. Bemalol qarsak chalib tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Men kecha tug'ilgan kunim edi. Bugun qo'shaloq bayram. Kecha tug'ilgan kunim bo'lgan bo'lsa, inson sifatida tug'ilgan bo'lsam, bugun ijodkor sifatida tug'ilyapman men. Endi bitta savol. Menga necha yosh berasizlar? Qarindoshlar aytmanglar. Necha? 18. Rahmat. Necha? 30 yoshdaman. Lekin meni hech kim 30 yosh deb o'ylamayapti. Hamma meni yosh bola deydi. Tunov kuni taksiga chiqdim. Bo'lgan voqea, taksiga chiqdim. Taksiga chiqsiz endi taksistlarning noliydigan odati bor. Bilmadim endi gaplashib ketaman desa kerak-da. Taksist nolyapti, "Uka, umrim yo'lda o'tib ketdi. 33 yildan beri taksi qilaman." Yo'dim, aytdim, "Aka, 33 yildan beri taksi qilsiz. O'zingiz necha yoshsiz?" desam menga qarab, "57 da. O'zing nechinchi sinfda o'qiysan?" deydi. Necha sinfda o'qiysan deydi. Necha sinfda degani yoqmayapti-da, nechinchi kursda deganda ham alam qilmasdi odamga. Maktabni bitirganimga 14 yil bo'ldi. Maktabda 9 yil o'qigan bo'lsam, har doim birinchi partada o'tirardim. A'lochiligimdan emas, bo'yim pastligidan. Bir kun orqa partaga o'tirgandim, sinf rahbarim Nodir darsga kelmayapti deb minus qilib qo'yibdi. Sinfdoshlarim bo'lardi, katta gavdali bolalar bo'lardi. Birinchi sinfda ham 9-sinfga o'xshardi. Menda teskarisi 9-sinfda ham 1-sinfga o'xshardim. Bir marta alam qilgani 9-sinf paytim bitta 3-sinf boladan kaltak yeganman. Dilimga tugib qo'ygandim, shu boladan qasdimni olaman deb dilimga tugib qo'ygandim. Bir kun yo'limdan chiqib qoldi shu bola. Qasdimni olaman deb yoniga bordim, shuna qaradim. Katta bo'lsam qasdimni olaman, Xudo xolasa dedim. Qasd olish kerak-ku baribir. Endi zo'r tomonlari bor, kichkina ko'rinishi zo'r tomonlari bor. Masalan, 4 yil institutda o'qigan bo'lsam, biror marta avtobusga pul to'lamaganman. Yaxshi tomoni. Endi biz teatralniy institutda o'qiymiz. Hayvonot bog'iga o'qituvchilarimiz jo'natdi. Kursdoshlarim hammasi kattalar oladigan bilet oldi. Men detskiy bilet oldim. Mazza. Lekin yomon tomoni bor ekan. Yomon tomoni kiyim topishga qiynalaman. Razmer yo'q. Kattalarning kiyim do'koniga kiray desam, razmer yo'q. Detskiydan kirib olay desam, uyalyapman-da, g'ururim yo'l qo'ymayapti. Uylanganman, oilaliman, xotinim bilan bozorga bordim. Kalabok degan detskiy do'konda bitta chiroyli oq ko'ylak ko'rib qoldim. Oq ko'ylak turibdi ekan. Xotinimga aytdim, "Jiyanimga deysanmi, ukamga deysanmi? Men shu ko'ylakni olib chiq" dedim. Ko'ylakni olib chiqdi, magazinning orqa tomoniga o'tib kiyib ko'rgandim, lob-loyiq keldi. Mana tegi baby shop deb yozib qo'yibdi. Qiyin, nimaga qiyin? Kichkina ko'rinishim. Xotinim bilan ko'chada yursam, hamma bizni opa-uka deb o'ylayapti. Bozorga bordik, ko'ylak olib bering dedi, mana o'tiribdi o'zi. Ko'ylak olib bering dedi. Endi ko'ylak tanlaydi-yu ayollar. Ko'ylak tanlayapti. Men bu ko'ylak tanlaguncha yonidagi magazindagi bir otaxonning gapiga borki e'tiborim tushdi-da. Otaxon yonidagi magazindan shim olyapti. "Bolam, navaramga bitta shimingdan berchi." Sotuvchi ham aytdi, "Otaxon, navaringiz necha yosh?" "Bilmadim, bolam, 6-sinfda o'qiydi." Endi otaxon, "Bolalar 6-sinfda o'zgaruvchan bo'ladi. Aniqroq ayting" deydi. Otaxon ham 6-A sinf bolam deydi. Shuna meni ko'rsatib, "Mana boladek bormi?" deydi.
ko'rinishi deydi. Ko'ylak tanlab bo'pti. Ko'ylakni tanlabdi. Nech pul dedim sotuvchiga? 550 ming so'm dedi. Qo'liga 600 ming pul berdim. Nimagadir chalg'ib qolibman bilmayman, sotuvchiga aytdim. "Opa, sizdachi bermadingiz-ku?" desam, xotinimni ko'rsatib, "Ana opangga berdim" deydi. Men ukasimiman xotinimman. Yaxshi ham 6 yosh kichkinaga uylanganman. Opa uka deb o'ylayapti. Agar o'zim tengiga uylansam, ona bola deb o'ylaydi.